Qorbobodan sovg'a kutyapsizmi? Endi xudo xolasa ishlarimiz sovg'alari, bonuslari ichida boradi. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Ko'rib turganlaringdek, o'zimizning uyda 7 xonali uyimizga 45 mingta, 50 ming, 45 mingta, 47 mingta g'ish ketdi. Ko'rib turganlaringdek, hali ko'pchilik sho'rdan muammo bo'lyapti boshqa joylarda. Xudo xolasa bizning ishlar yomg'irlardan keyin ham umuman sho'rlashgani yo'q. Birinchi o'rinda shu dolzarb mavzu sho'r bo'lgani uchun sho'riga xudo xolasa sho'rlamaslik darajasi yuqori bo'lgan g'ishlar 5-10% bo'lishi mumkin, ehtimol bo'lishi mumkin deymiz. Hali bunga seysma kuyilmagan. O'sha seysma kuyilsa, shu 2-3 ta g'ish sho'rlab qolishi mumkin deb oldindan aytib o'tyapmiz. Uqalanmasligiga, sanoqlariga garantiyasi bor g'ishlar, xudo xolasa. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. G'ishlarimizga kelsak, standart g'ishlar 6-12-25. Ovozlarini bir eshitib qo'ysalar bo'laveradi. Mustahkam g'ishlar. Rangini ko'rganlaringdek atlasnoy holatda bo'ladi. Qorboboning sovg'asini oldindan aytib qo'yay. Bizga obuna bo'lib, shu videolarimizga like bosib turganlarga 10 ming dona olganga 100 tadan bonusi ham bor. Yangi yilgacha xudo xolasa bu narxlarimizga keladigan bo'lsak 740 so'mdan zavodda o'zida qilib qo'yganmiz, 730 so'mdan juma kunlari qilib qo'yganmiz. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Biz bloger emasmiz, zavod egalaridanmiz. Gaplardan ham adashib ketib qolyapmiz. Kimga shunday sifatli g'ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, sho'rlashmaydigan, xudo xolasa sanoqlari garantiyali, ishonarli boradigan g'ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqarasizlar. O'zim bo'laman, ismim Umidjon.